bugun sotimizda 2 kompleks spalni garniturimiz kelgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Holatlar juda ham zo'r holatda bo'lgan. Birinchi kompleks spalni garniturimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan fabrichni ko'rib turibsizlar. Kravatimiz bosh tarafi отдельный e'tibor qaratilgan, juda ham jiddiy ishlab chiqarilgan. Razmeri 2 o'ngga 2 metr matrasning holatini ko'rib turibsizlar. Yaxshi holatda turibdi va komplektda ikkita tumbuchkamiz ham bor. Tumbuchkalarimiz ham zo'r holatda turibdi. Va buni отдельный shkafiga e'tibor qaratilgan. Shkafimiz 5 eshiklik ishlab chiqarilgan. Razmeri 2.60 ga tepadan pastgacha 2.30, 2.7 polkalik, o'rtasi veshilkalik qilib ishlab chiqarilgan. Va o'zini отдельный tosh oynasiga e'tibor qaratsanglar, mana shu tosh oynasi ham juda ham chiroyli turibdi. Buni ham holatlar juda ham zo'r holatda, 2.7 eshiklik va tagida ikkitadan tortmasi mavjud. Bu spalni garniturimizning narxi $950. Kimga kerak bo'lsa bizga bemalol murojaat qiling. Ikkinchi spalni garniturda obzorini ko'rsataman. Ikkinchi spalni garniturning obzori, bu spalni garnitur universal, klassik ham tushadi, high-tech ham tushadi. Kravatimiz ko'rib turibsizlar. Chotga holat turibdi. Razmeri 2 o'ngga 1.80, matraslarning holatlari ham juda ham zo'r holatda turibdi. Komplektda o'zining ikkita tumbuchkasi bor. Tumbuchkalar ham chiroyli holatlarda turibdi va o'zining отдельный tosh oynasiga e'tibor qaratinglar. Bitta tabletkasi, tosh oynamiz 2.7 eshiklik ishlab chiqarilgan, o'rtasida 3 ta tortmasi mavjud. Va buni отдельный shpaneriga e'tibor qaratsanglar, shpaneri 5 eshiklik qilib ishlab chiqarilgan, 2.7 polkalik, o'rtasi 5 yilkalik ishlab chiqarilgan. Razmeri 2.40 ga 2.30 va o'zini отдельный chesterga e'tibor qaratsanglar 5 talik tortmali. Buni ham holatlar juda ham zo'r holatda turibdi. Ushbu ko'rib turgan spalni garniturda narxi $650. Kimga kerak bo'lsa bizga bemalol murojaat qiling. Pastda telefon nomeri yozilgan.